Demak, navbatdagi mijozimizga mahsulotlar komplekti jo'natilmoqda. Xudo xolasa, aka qanday mahsulotlar xarid qildingiz? Jinka solardan 620 kilovatli quyosh panel xarid qildim. Xudo xolasa har doim shu yerdan xarid qilaman, o'zim ustaman, quyosh panel qo'yaman. O'zingiz ustanovka qilasiz? Ha, ustanovka qilaman o'zim. Nima uchun quyosh panelni oldingiz, xudo xolasa? Xudo xolasa Maqsad nima? yashil energiyadan foydalanish. Yo'q, uygami, nasoskami, nimaga? Nasosga xudo xolasa. Suv Nechta chiqarish. nasosingiz bor? Ikkita nasosga, biri 7,5 kilovatlik, biri 5,5 kilovat nasosga. Chastotaga oldingizmi? Ha, chastotaga oldi mana hozir usuldan. Usul chastotaga. Buni ishlatib ko'rdingizmi o'zi? Ha, ishlatganman. Bu 18-chi obyekt xudo xolasa. 18-chi obyektingiz. Hammasida usul qo'yapsiz, xudo xolasa. Ustakalarga tavsiya qilasizmi? Qanday? Normalmi ishlashi zo'rmi? Ishlashi zo'r. Umuman defekt chiqmaydi. Umuman defekt chiqqan yo'q. Yo'q. Chiqsa flex turib beradi. Ha, xudo xolasa. Tavsiya qiling Qashqadaryodagi hammaga, xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Keling. O'zimiz mana birinchi qo'l, xudo xolasa. Undan tashqari boshqa hamkor do'konlarda ham usulni so'rasangiz qilib berishadi, xudo xolasa. Garantiyasi 2 yil. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, suv nasoslari uchun quyosh panellarigacha, sotiklarga buyurtma berishingiz mumkin.